Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Men Isroil Madrimov. Mana shu Sultaniya loyihasidan uy xarid qilganman. Hozirda shu oilam bilan birgalikda shu yerda istiqomat qilaman. Bu yerni qurgan insonlarga alohida rahmatimni aytib qolaman. Durasul akalar juda ham yaxshi va o'zini ishini ustasi deb bilaman va bu uyni olishimizni tarixi ham juda qiziq bo'lgan va men bu uyni o'zimni birinchi gonorarimga sotib olganman. Men uchun juda ham bir qadrli va hozirda shu Abdurasul akalar bilan xudo xolasa katta proyekt ustida ish olib boryapmiz. Xudo xolasa Piskent Cityda o'zimni Isroil Madrimov boks maktabini qurilyapti. Xudo xolasa Piskentda ham yosh bokschilarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiqarib O'zbekistonimizni yana ham bayrog'ini himoya qilishga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi insonlar.